Ya ben gözüme Vallahi ekan. 53 ga sotadamsa 54 ga beraman degan. 100 so'm darbi o'tib beriladi, iloji yo'q. Mana Deb men endi og'zini boshqa buni darmon aytib qo'yibdi-yu, olaveram. Agar 53 degan beram yo'q, so'raganim yo'q. 58 ga sotganman ashlar partiyasida. Mana turaliq pul beraman, deyman. Bo'l. Mana, uni ajabman, uni cho'zib yurma. Shopirdan berib yuboraman demayman, boshqa demayman. o'zim olib ketaman. Mana hozir mana sizni sana beraman, olib ketamiz. Sizga og'zimdan 50 so'm bu yoqdan 50 so'm bu yoqdan yurgizadi. 52 ya, bo'ldi. Men dalol emasman. Boshqa endi bo'lmasa 54 ish kerak edi. 54 endi 53 chiqadi. Magazin emas u. 50 da 50. Bo'ldi. Ben 50 ga kilodim. Men eshitdim. Qo'yladi degan tortgan ekan. 70lar bor. Bo'ldi. Tortamiz 70 mi 72 mi tushirgan sizga oling mashg'ulot. 52 yarimda. Bo'ldi. 500 so'm. Siz mashg'ulot olingda uyga olib borib tortib ko'rgan ursam bo'lasiz, hojibo. Bo'ldi, baylam. Dangan. 52 yarim yuklab olsin. Bo'ldi. Buni sizga sotdim 53 dan. Yo'q, bitta gapirdim. Yo'q. O'zing bilan. Men uchun so'ra. Aytganiga so'ramaydi-ku, magazin Qanaqa bo'ladi. bo'ladi? 54 deganingizda Ana, 50 so'm olardi. 50 so'm so'raganidan 50 so'm so'radi. Mana. Foyda qilmayapti ortisha. Aytish kerak. Aytish kerak edi, endi bo'ldi. Ber hojim endi. Sen bo'ldi kanalim kuzatar ekanlar. Qanday hojibo? Keyin agar o'g'illarni aytsam aytaman hojibo. Keyin azna foyda bering, to'g'ri gap hojibo. Yaxshi kunlarda turib ishon bo'ladi. Men respoy. O'zing Hojibo 54 toplamayapti aka. Endi 54 yil menga og'irnarni magazin narxini aytdilar-da. Endi men magazin narxini aytmayman. Men qaydan bilaman? Zo'raylar. Endi o'sha deydi ekan. Senga doim aytaman, endi aytgan narsa o'tib ber, endi hozir xayrini qilib ber. Bo'ldi. Dastavkasi. Jiyanim o'zim aytaman. Aqlotni menga yoringmi? Hojibo qo'lingizni beraman, lekin boshqaga yo'q bu narsa. Ha deb turaman. Men eshitib turaman. Omma o'tib beralimmi? 100 ming so'm sunnatiga men qo'ydi 53 dan sotdim. Iloji yo'q, sizga 100 ming so'm xayrini qilib berdim. Ilojim yo'g'idan qilib berdim. Majburiyat. Gazbazi puli ekan-da. Hojibo qo'ydi 53 dan yozaman, 200 ming qilaman. Iloji yo'q. Ana 200 ming deyapsan. Gaz 200 ming berish. Aka to'g'ri tushuning aka. Qo'ydi 53 dan sotdim sizga. Men o'z yonimdan 100 ming so'm o'tib berdim sunnatiga. Iloji yo'q. Iloji yo'g'idan bo'lyapti. Alloh hojim. Yaxshi aytib qo'yibdi. Ordan aytib qo'ydim hojibo, mayli, baraka toping, mendan baraka topsangiz kelasiz. Mana ko'rib to'xtadim, bo'lmasa Yo'q, o'zi Degan doim o'zi berdi. doim Arg'amchon. birinchi kelib Baylanlar.